أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz et-tesrib. Yani şu morfologiya haqida bo'ladi. Tasrib bu sarrafa yusarrifu filning masdari. Yani sözlerini her xil holatga o'zgartish degan mazmunni bildiradi. Bir holatdan bir holatga o'tkash o'zgartish haqida bo'ladi. Shunga tasrib bu yani morfologiya endi shu nima mazmunda to'xtaldi deganda morfologiya kalimaning qurilmasiga aloqador bo'lgan ilmlarni bahs qiladi. Yani kelimelerninki qurilmasiga deganimiz kelimelerning qurilmasiga ziyoda bo'lish, kam bo'lish, iqlolanish, almashtirilish dek o'xshash har xil kelimelerning qurilmasiga aloqador bo'lgan ilmni biz morfologiya deymiz. Yani kelimenin qurilmalariga aloqador deganimiz kelimelerning harfining soni, uning harakatleri ve onun asli harflari ve ziyoda harflari ve ondan başka sahih olab kelish, illatlik olab kelish degandek ilmlar mazmunlar aloqador bo'lgan ilmni biz sarf, ya'ni morfologiya, tasrif deb ataymiz. Musannif rahimahullah bu haqda mundaq deydi. Harfun ve shibhu min as-sarf bari ve ma siwahuma fi tasrifin hari. Harf ve harfning o'xshashi türünüşten halidir. Bu ikisinden başkası türünüşke layıktır. Demek ki harf mebni türlenmeydi, la yetasarraf ve harfning o'xshatilari deganidan maqsad mesela zamirlar, ism işareler, ism mevsullar, ism şartlar demekçi muşning o'xshashlar türünüşten halidir. Yine başka bir şartıda rafi okulsa, zamm okulsa, tushunkilik şartda pati okuladigan, egilik şartda kasr okuladigan bunda g'alatlardan hali. Türünüşten hali. Ve ma sawahuma bi tasrifin hari deganimiz o ikisining başkası harf ve harfning o'xshishining başkası türünüşke layık degani, yani isim bilan pil türünüşke layık. İsim piller türünüdü, yine o her xil holatlarga o'zgaradi degan bo'ladi. Endi şu isim ve pillarning ichidami yana buningki türünadigan ve türlenmaydiganlari bor. Bunun ichidan xususan pil muzari türünadi ve isimlarning hammasi türünadi, shu harfga o'xshamaganlari. وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِيٍّ يُرَى قَابِلِ تَصْرِيفٍ سِوَى مَا غُيِّرَ. Üç harflik sözden üç harflikten tüverraqi o türünüşünü qabul qilguvchi deb qaralmaydi. O'zgartirilgandan boshqa ma g'uyira o'zgartirilgandan boshqa üç harfdan tüven bo'lib qolgan kelime sözler tasrifni qabul qilmaydi. Yine türünüş altını her xil holatga o'zgarishni qabul qilmaydi deydi. Anda da isim türünüş üç harften tüvellerde harf ve şibil harfga o'xshashlar bu mana ikki harf yoki shu türlenmeydi. Hem de üç harften tüven bo'lgan isimlar türünüşni qabul qilmaydi dedik. Ama bunun içinden istisna kılınıp çıkarıverildi. Qasiye degende o'zgartirilgan. Mesela damun degan söz, yadun degan söz ikki harflik, lekin türünüdü. Hazihi yadun, ahaztu yadaka degandek ve şunun o'xshash damun, çünkü bu mag'uyra qatori kirdi. O'zgartirilgan asli yadavun, damavun degan bu. Ve mesela qi degan o'xshash va ayina amrisi chiqdi va ayina chiqdi. Allohumma qini azabanlar degan qiga o'xshash. Mana bular bir harflik bo'lsa-mu, ya'ni bu undaliq harf emas bular. Ya'ni bunda o'zgarishlar paydo bo'ladi.
Mesela pil mazidin özgürlükler payda bo'lgan o'xshash, bunun da özgürlükler payda bo'ldiki, va'a bunun muzarrasi ya'i, emasi ya, u deb chiqqanga o'xshash özgürlükler payda bo'ladi. Ve muntaha ismin khamsun in tecerreda ve iyyuzet fihi ma sab'an ada. İsminin en yuqur cihette harfleri en yuqur boğunu 5 harf buludu. In tecerreda o isim mücerred isim bolsa, onun da harf zait bolmasa, isimde harf zait bolmagan çağda o isminki en harfi köp boğunu 5 harf buludu. Ve yuzat fihim fema sabqan ada. Eğer o isimga mazid qilinsa degan gap, o isimga boshqa bir harflar ziyoda qilib qo'shilsa, o 7 harfdan ortiq bo'lmaydi isim. Demak, isim yoki mujarrad bo'ladi, o asli uning bir narsa qo'shilmagan tüp isim bo'ladi yoki mazid uning boshqa harflar qo'shilgan isim bo'ladi. Endi mujarrad bo'g'ini eng yuqori bo'lganda 5 harf, 3 harflik bo'ldi, rajulunga o'xshash, 4 harflik bo'ldi, Ja'farga o'xshash, 5 harflik bo'ldi, Safarjilga o'xshash. Va endi ammo uning bir harf ziyoda qilingani u chaqda u 5 harfmi bo'ldi, 6 harfmi bo'ldi, 7 harfmi bo'ldi. Masalan, talib desek 4 harf, matalib desek 5 harf, mustaxrij desek 6 harf, istikhroj desek 7 harf bo'lgan o'xshash. وغير آخر الثلاثي افتح وضم وأكسر وزد تسكين ثانيه تعم. Üç harflik isimnin yoki 3 harflik sözünün ahirinin gayrini fatha o'qing, zamm o'qing, kasr o'qing ve onun ikkinchisini sukun o'qishni ziyoda qiling, umum bo'lgan bo'ladi. Hem de 3 harflik isminin ahirinin gayrinin buludu, o'ttir oludu. Ahirinin gayri, onun o'ttiri ve evvel oludu. Gayru ahir sulasi, 3 harflik isminin ahirinin gayri degan vasti, mesela evvel harf, sani harf buludu. Onunki harfinin evveli, onun harfinin ikincisi o'ttiri ve 5'ninki harfleri maksat oldu. Bunun da fatha o'qing, zamm o'qing, kasr o'qing ve onunga ikkinchisini sakin o'qishni ziyoda qiling dedik. Anda bo'lsa ismning umumiy vazni bu yerda o'ttirib qo'yiladi. Ismning umumiy vazni 12 demakchi. 12 demakchi. Masalan, fatha o'qilgani 1, kasra o'qilgani 1, sukun o'qilgani 1, fatha o'qilgani, zamm o'qilgani, kasr o'qilgani, sakin o'qilgani 1 bo'ladi. Demak, 3 xil holatda, masalan, avvali masalan birinchi harfi zibar, ikkinchi harfi zibar, paras. Birinchi harfi zibar, ikkinchi harfi pesh, azut. Birinchi harfi zibar, ikkinchi harfi kasr, katib. Birinchi harfi zibar, ikkinchi harfi sukun, falsun deganga o'xshash. Bu 4 oldu. Endi birinchi harfi sukun, ikkinchi harfi zibar. Suratga o'xshash. Ikkili harfi pesh, birinchi va ikkinchi harfi, ikkilisi harfi pesh, unuqqa o'xshash. Birinchi harfi pesh, ikkinchi harfi kasr, du'ilga o'xshash. Birinchi harfi pesh, ikkinchi harfi sukun, qoflunga o'xshash. Jami 8 oldimi? Endi birinchi harfi kasr, ikkinchi harfi fatha, inabga o'xshash. Birinchi harfi kasr, ikkinchi harfi pesh, hibukka o'xshash. Birinchi va ikkili harfi kasr ibilga o'xshash. Birinchi harfi kasr, ikkinchi harfi sukun ilminga o'xshash. Demak, buni ismning umumiy kelish vazn shakli mush 12 xil. Ism mush 12 xil formulaning g'ayrida kelmaydi. Endi oxirgi harfninki ishi nahvning ishi bo'ladi yoki mu'rab bo'ladi yoki mabni bo'ladi. Ama birinchi va ikkinchi harflarininki harakati yuqoridagi fatha, har ikkilisi fatha yoki har ikkilisi kasri bo'lgan yoki har ikkilisi zamma
buludu. Yoki unudir almış buludu. Mesela faal formulasi, faul formulasi, fa'il formulasi, fa'lun formulasi, fual formulasi, fuul formulasi, fuil formulasi, fu'lun formulasi, fi'al formulasi, fi'ul formulasi, fi'il formulasi, fi'lun formulasidan ibaret 12 xil formulada vaznada keladi. Ya'ni ism şoňa vazit taskini sanihi taum degan mana shu. Buning ichidan hamda bu 12 vazning ichidan muhmallar bor va istimoli qalillar bor. وفعل أحمل والأكس يقل لقصدهم تخصيص فعل فعل. أمد فعل مهمل قلنده. يعني فعل formülası hibuk degan go'sha, hibuk degan go'sha fi'l vazni muhmil qilindi ki bu ikki vazni bu. İki vaznning birisi şu muhmila g'ayri mustamal istimal qilinib kelmaydi. Fa'il bozu hibuk deb kelgan bu naydi shaz ahvol muhmila deydi. Vel aksu yaqil uni aksi azdur. Uni aksi nimeydi? Fu'il. Fi'lning aksi fu'il. Aksi azdur. Yine du'il o'xshay aksi az. Ular bu pilni mushu fu'il vazniga xos qilishni maqsad qilganlik uchun fu'il pil vazniga xos qilingan uchal sulasi mujarrid majul shakliga xos qilingan vazn bo'lganligi uchun shunga buning ishlatilishi az, lekin kelgan masalan Abul Aswad ad-Du'ali desak asl du'il din paydo bo'lgan so'z. Wattah wa dumma waksir thaniya min fi'lin sulasiyin vazid nahva dumin. Üç harflik pilladın ikinci harfini fetha o'qing, zamma o'qing, kasr o'qing va duminaning o'qishni ziyoda qiling. Demak, üç harflik pilning ikinci harfi yoki fetha o'qiladi, fa'ala deganga o'xshash. Yoki u zamma o'qiladi, fa'ula deganga o'xshash. Yoki kasr o'qiladi, masalan fa'ila deganga o'xshash. Yoki ziyoda qiling dominaning o'xshashini degan gap masalan kusira fu'ila deganga o'xshash. Buning orasida dominaning o'xshashini ziyoda qiling degan gap fu'il vazndan kelgani uch harf filning maf'ul uchun qurilgan shaklini majul shakli deb ataymiz buni. Anda bo'lsa uch harf filning sulasi mazi shakli fa'ala, fa'ula, fa'ila yoki fu'iladan iborat 4 xil vazn bilan keladi. Ve muntahahu arba'un in jurrida ve yuzad fihi fama sitten ada. Filning en ahir en harfi köp bo'g'ini to'tar qiladi mujarrad bo'lsa. Yani al fi'lul mujarrad fil mazid fil ikkiga bo'linadi. Al fi'l al mujarrad al fi'l al mazid deb ikkiga bo'linadi. Endi al fi'lul mujarrad yani ikkiga bo'linadi. Al fi'lul sulasi mujarrad, rubai mujarrad deb ikkiga bo'linadi. Shunga u filning mujarrad bo'lgan filning mujarrad deyishimiz uningga sa'altumuni harflaridan bir harf ziyodalab asli harfiga qo'shilmagani. Sa'altumuni deb 10 dona harf bor. Sa'altumuni harflaridan bir harf asli harfiga qo'shilgan bo'lsa, u mazid bo'lib qoladi. Shunga u mujarrad bo'lgan filning eng yuqori harfi 4 bo'ladi. Agar uningga bir harf ziyoda qilinsa, 6 harfdan ortiq bo'lmaydi. Fiil mujarrad bo'lganda ya 3 harf bo'ladi, ya 4 harf bo'ladi. Mazid bo'lganda ya 4 harf, ya 5 harf yoki 6 harf bo'ladi. Asli sulasi bo'lsin, asli yoki rubai bo'lsin o'xshash. Endi uning muntahasi 4 harf deganimiz masalan dahraja desak, buni mujarrad bo'lgani 4 harf. Masalan zahaba desak, u mujarrad bo'lgan 3 harflik fil bo'ldi. Dahraja desak, mujarrad bo'lganning 4 harfdan yuqorisi yo'q.
Ama mezit kılıngandıço o 5 harf buludu ve 6 harf buludu. Mesela tedahraca desek 5 harflik, ihranceme, ihşa'arra desek 6 harflik buludu. İhrancemede işkerib ziyade, ihşa'arra deme, işkerib ziyade 6 harf buludu. Ve ondan başka mesela ekreme 4 harflik buludu, sulasımın. İfteale 5 harf buludu, infeale 5 harf buludu, istefale 6 harf buludu. Fil mezit olganda 6 harften artıq emas, mujarrat olganda 4 harften artıq emas demekçi. Lismin mujarradin ruba'in fa'lalu ve fi'lilun ve fa'lalun ve fu'lulu. Ma'a fi'alun fu'lalun ve in ala fa'allalin hava fa'lalilla fa'lalila. Keza fu'allilu ve fi'lallu ve ma gayra lizzeydi evun nuhsin tema. Töteriplik tüp şu isim için ismin mucarredin rubai. O isim töteriplik isim mucarred. Harfi zait yok. Bunun zait sa'altumuna harflerden birisi eseri ziyade bolgan. Esi tüp isim mujarred bolgan. Onun ikinci bir narsa qo'shilib qolmagan. Mushun töteriplik tüp isim uchun fa'lal vazni bor. Mesela sa'lab deganga o'xshash, Ja'far deganga o'xshash. Fi'lil vazni bor. Mesela zibrij deganga o'xshash. Ve fi'lal vazni bilan keladi. Mesela dirham deganga o'xshash. Fu'lul vazni bilan keladi. Dumluj deganga o'xshash. Ve shundaqla fi'allun vazni bilan keladi. Fi'allun. Mesela fitahlun deganga o'xshash. Ve onundan başka fu'lalun deb keladi. Mesela fu'lalun deb keladi. Jundabun deganga o'xshash. Jundab deganga o'xshash. Ve in ala fa'allalin hava fa'lalila. Eğer o pil onundan yuqur bolsa, o pil eğer in ala degan gap in zada ala rubai. Pil sula rubai bo'lmay, pil xumasi bo'lsa, agar u pil bashariblik pil bo'lsa, yoki ism bashariblik bo'lsa, bu chaqda ism bashariblik bo'lsa, fa'allal bilan billa fa'lalilani o'z qatiq oldi. Shuningga o'xshash fa'allilni o'z ichiga oldi va fi'lalni o'z ichiga oldi ve ma gayra lizzeydi evun naqsun tema. Demek, bashariblik isimlarning vazni umumatan aytganda 4 xil vazn bilan keladi. Fa'allal kelgan o'xshash, fa'allil kelgan o'xshash, tafarjil deganga o'xshash. Fa'lalil keladi, jahmarish deganga o'xshash. Mana bu basharib. Fa'allil keladi, xubasin deganga o'xshash. Fi'lalun keladi, qirta'bun deganga o'xshash. Ve ma gayra lizzeydi evun tema evun naqsin tema. Ve bir narsaki aşınınga yuqarıqı vazniga o'xshamig'ini zaitliqqa yoki naqisliqqa nisbat berildi. Ama bayamqi vaznida kamigini biz hozir degan mushug'il 4 harfdagi 6 vazna, 5 harfdagi 4 vazna, 10 xil vaznining birida kamigini o shu yuqorqisiga o'xshamig'ini zait deb yoki uningdan bir harf ziyoda bo'lib qo'shilgan deb yoki uningdan bir harf tushib qolgan deb nisbat berildi. Lizzaydi aw nuqsun tama. U zaillikqa mazid ismga yoki uningdan ma'lum harf tushib qolgan naqis ismlikqa nisbat berildi. Mesela istihroj deganga o'xshash. Istihroj desak, mana bu harfi 7 harf bo'ladi. Bayam vaznining chiqasiga tushmaydi. Endi muntaliq desak bayam qarab tushmaydi.
yadun demun desek tushmaydi. Istiqrojni zaid, istiqrojda zaid harf bor deb qaraymiz. Yadun va demunda unda harf tushib qolgan naqislik bor deb qaraymiz. Wal harfu yalzam fa'aslun wallazi la yalzamu zaidu misla tahtuzi. Harf agar u davomliq sabit bo'lib kelsa, al harf yalzam degan harf davomliq sabit bo'lib kelsa, unda bir xil holatda isbotlanib kelib, yana bir xil holatda tushib qolgan emas. Ul harf davomliq muzarist olsun, emrist olsun, ism fa'il olsun, ism maf'ul olsun, yoki jamiy tasarrufotlarda, barliq tasarrufotlarda harf sabit bo'lib kelgan bo'lsa, fa'aslun. Mana bunda harfni asl harf deymiz. Mazi ism ba, muzari ism ba, emr ism ba, ism fa'il, ism maf'ul hammalarda bo'lsa, buni asl harf deymiz. Ama bunundan bazı birleri istisna çıkarıldı. Vellezi la yalzamu zaidu ve onda ispatlanıp gelmegini ma'lum şekilde kelsin, ma'lum şekilleri taşlanıp gitgan munda bo'lganlari o zaiddir uhtuziyaga o'xshash. Mesela uhtuziyaninki ta'siga o'xshashdir. Uhtuziyaning ta'si mana bu harfi zaid bo'ladi. Chunki uning mazi mujarrad shakli haza yahzu deb kelganligi uchun. Demek kelimenin cemi tasarrufotlarda kelgini asli bo'ladi, ammo ba'zidagili ba'zi tashlangani zaid bo'ladi dedik. بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد في بلفظه اكتفي. Eğer hem de şu kelimede şu filni bir filnin lafzi bilen şu veznide kelimenin aslini filnin lafziga şu beraberlik kılın. Siz demek çoğunu siz kelimenin veznini maksat kılsın. In aratta veznel kelime. Kelimenin ne bir vezni daş kılışını. Bu kelime palane vezni deyken, palane xil formula deyken, bu kelime pustane xil manda vezni deyken, manda formula deyken dep kelimenin bir veznini formulasını maksat kılsınız. Kabil usulel kelime indel vez'i bilevzi faal deyil. Siz kelimenin aslini aşı vez'ide faale lafzıge beraberleştirin. Kelimenin aslini faale lafzıge beraberleştirin. Faale lafzı bilen beraber kelgeni asli oldu. Onun için ziyade kalganı asli bulmaydı demekçi. Ve zaidun bi lafzuktu fi. Eğer kelime de harf zaid bulsa şu harf zaidni veznede sözleş bilen ifade edilir. Eğer kelimede harf zaid bulsa şu harf zaid şu kelimenin harf zaid harfni vezn kılganda şu kelimenin üzüne sözleş bilen kifayelendi o uktufiye kifayelendi. Harf zaid'dan. Mesela bunu misal arqılıq düşünsek kalbun desek kalbunni nima gözleştirmez fa'alaga fa'lun anda o'z kalbun ki qaf fa'alaning barabida qalbun lam aynning barabida ba lamning barabida qalbun anda o'z asli bo'lgan bo'ladi. Endi qulub desek fa'alaga salsak cho'qunum qulubda o zaid ekan. Ammo şu zaid harf şu kelimenin üzünü sözleş şu zaid harfinin üzünü lafzı qilishdan kifoyalanadi dedik. Qulub desek o zaid mikan veznida mi şu o'ning üzünü zaidlashtiramiz deydi. Anda bo'lsa qulubni fuul vezni bo'ladi. Qulubning vezni fuul bo'ladi. Qulubda o zaidni uning formulasimi o zaid bo'lib keladi demekçi.
Mesela istagfara desek, bunun da faalaga ve siriştirgan vaktimizde ilipsin tadini ibaret 3 harf zait iken. Endi muşu zait harf aşı onun vezinleştirmekçi olsak, onu malum bir formula salmakçı olsak, formulasında muşu 3 tane ziyade harf bille sözlenip girişi lazım deydi ki, anda o da istaf'ala dep bununla vezni tüzlüdü. Bu istaf'ala vezni kelgen dep qaraymiz. Şunun okşaş, mesela biz talipning vezni nima desek, talipning vezni fa'il deymiz. Demek talip fa'il vezni kelgen deymiz. Çünkü demişqa talip da fa'ala siriştirsak elif zaitken bu zait harf onunga vezni vezni o'tgan sözde ziyade öz aynı sözlenip keldidik. Anda olsa fa'il qilib ilib bile sözlenidi. Onun vezni fa'il vezni deb qaraymiz. Demek harf zait 10 harf bo'ladi. Bu navbatda har birisiga misol ko'rib o'tamiz. Harf zaitning bizlar 10 dana harf zait. Bu sa'altumuniha sizlar mendin o ayalını soğudunla degan bir cümle bu kelimelerni harflarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Ve da'ifil lama iza aslun baqi kara'i Ja'farin ve qapi pustuqi. Siz lamni muzaab qiling. Agar asli harf Ja'farning rasqa o'xshash, pustuqning qapiga o'xshash holatda qolib qolsa, lamni muzaab qiling. Lamni. Yine bu qaysi lam bu? Lamni muzaab qiling degan qaysi lam desa, fa'aladiki lamning masalasi. Fa'il lam arab tilida o'lchami bo'lgan fa'aladiki lamni muzaab qiling. Masalan fa'lala deganga o'xshash. Fa'lala deganda lamni takror qilsangiz bu asli harf Ja'farning rasqa o'xshash qolib qoldi yo pustuqning qapiga o'xshash qolib qoldi deganimiz Ja'farning oxirida shu Ja'fardagi jimni fa bilan barobar qilsak, aynni fa'alaning ayni bilan barobar qilsak, fa'ni lam bilan barobar qilsak, Ja'far desak fa'la bilan bo'ldi. Oxiri bir ra qolib qoldimi, endi oxiri qolib qolgan ra'ni ga shu fa'aladagi lamni takror o'qiymiz. Fa'lal bo'ladi Ja'far. Anda o'z Ja'far fa'lal vazni bilan vazndash bo'lgan bo'ladi. Pustuqning qapiga o'xshashlik pustuqlik pu'lul bo'ladi. Pu'lul. Buning uchun lamni muzaab qilamiz. Pu'lul pustuq, pu'lulun pustuqun deganga o'xshash bo'ladi. Demak, fe'l bu yerda sulasi mujarrad bo'ladi. Fil rubai mujarrat oludu. Fil humasi mujarrat oludu. Şimdi Ja'far fa'lal vezni bilan keldi. Pustuq fu'lul vezni bilan keldi. Ve shundaqla safarjil desak buni bunun da humasi oludu. Fa'allil oludu. Fa'allil bunun da İşki lam zait olgan buludu sefercilde. Ve in yaku zaidu za'fa asliyin fec'allehu fil vezni ma lil asli. Eğer harf zait o asli harf tekrarlanış asaslı olgan bolsa, bu harf zait bir sözde harf zait iken o harf zait asli harfning tekrar tepşiri şekillengen bolsa, siz şu zait harfga vaznida zaif harf uchun vaznida asli harfni takrorlash bilan ilib beringlar. Faj'allahu yani asli harfni takrorlang demakchi. Qiling siz şu harf zait uchun vaznida asli harf uchun bo'lgan narsani qiling degan gap shu asli harfni takrorlab keltirsangiz bo'ladi demakchi. Masalan
Bunun misal ko'rganimizda demak 3 harfga ziyoda o'g'ini, hamda bu shu harf 3 harfga ziyoda bo'lgan bo'lsa, asli harf takror topgan bo'lsa, qanday qilinadi degan asli shuningda mesela i'shawshaba. I'shawshaba desak, buningki asli harfi ashaba. Anda bo'lganda buningda i'shawshabada vazni if au ala qilishimiz kerak. Harfi zaid ashaba bo'lgandan keyin ilib bir zaid bo'ldi. Endi va bir zaid ayn bir zaid bo'ldi. Nimishqa bizlik zaid asli harf takror tepib qolgan bo'lsa dedi. I'shawshabani asli ushbun ashaba bo'lgandan keyin buningda i'shawshaba bo'lgandan keyin asli harf bo'lgan shin takror tepib qolibdi. Buning vaznidagi mu asli harfni takror topqizimiz. Demakchiki if au ala asli vazni fa'ala de aynı buningda mı takror topadi demakchimiz. Yine onundan başqa mesela aqan qala desek asli aqan qalada asli aqala bu. Aqala qaf ve nun zaid ama nun harfi zaid olab turib bu takror topmagan. Ama aqan qaladiki qaf bu takror tepib bu kelgandikin ona asli harfi mu takror topadi. Fa'an ala deb vazn tutsak bo'ladi. Vahkum bi ta'sili hurufi simsim ve nahvi vel khulb fi kalamlim. Siz simsimning harflarining asli ekanligiga hukm qiling. Simsim ve simsimning o'xshashlarining harflarining hammasini asli harf deb atang. Demak, bu simsim masalan masalan zalzala deganga o'xshash, sundus deganga o'xshash, mana bu harflar hammasi asli bo'ladi. Ammo lamlimda ixtilof bor deydi. Lamlimning o'xshida masalan kapkip, lamlim kapkip deganga o'xshashlarda ixtilof bor. Bu ixtilof nada paydo bo'lgan desa, basirlik ulamolar lamlimdagi 3-harfni asli harf deb qaraydi. Lamlim, lamlama, yulamlimdagi lamlimdagi 3-harf bo'lgan lamni asli harf deb qaraydi. Anda bu asli lamlama rubai mujarrad bo'lib, dahraja sarsara deganga o'xshash bunda tushgan bo'ladi. Ammo ko'pchilik ulamolar bu 3-harf bo'lgan 2-lam, 3-harf bo'lganlar bu 2-lam, o'sha 2-lamni zaid deb qaraydi. Uning asli lamma deydi, lamma. Endi bu xil ixtilofning qanday foydasi bor? Basirlik ulamolar debdiki lamlamadagi 2-lam asli harf debdi. Ko'pchilik ulamolar debdiki buning 3-harf bo'lgan lam harfi zaid debdi. Bu lammada asli debdi. Uning misoli yana o'xshashtiramiz bor. Kapkipga o'xshash. Kapkipdiki 2-kapni 2-kap 3-harf hisoblanadi mishada. 2-kapni basirlik ulamolar asli harf deydi, ko'pchilik olib zaid deydi. Bu xil ixtilofning foydasi qanday chaqda oshkor bo'ladi deganda vaznlashtirganda oshkor bo'ladi. Buni faqat biz lamlimni fa'lil vaznini keltiramiz yoki fa'al vaznini keltiramiz. Lamlama fa'lala vaznidimi, la vaznidimi yoki fa'ala vaznidimi degan masala gap chiqadi. Endi basirlik ulamolarning ko'z qarashida bu fa'lil vaznga kelgan bo'ladi. Asli fa'lala yufa'lilu fa'lil. Lam takror topgan deymiz. Ko'pchilik ulamolarning nazarida bu lam zaid bo'lgan ekan, bu fa'ala babidan bo'lgan bo'ladi. Fa'ala vazni bilan kelgan bo'ladi. Bir ayn takror topgan deb qaraymiz. وَفَعَلِيفٌ أَكْثَرَ مِنْ أَسْلَيْنِ سَحَابَ زَائِدٌ بِغَيْرِ مَيْنِ.
Endi navbatda mushu harf zaidlarni ko'rib o'tamiz. Alif asli bo'lgan ikki harfdan ko'proq harflik ismga hamroh bo'lsa zaiddir, shaksiz. Big'ayri mayn degan shaksiz degan bo'ldi. Bila shak yo'q demakchi. Chunki g'ayri mayni degan al-kazib ma'nosida. Maynun degan so'z al-kazib ma'nosida. Big'ayri maynchu, big'ayril kazib, yolg'on emas. Shak yo'q buningda degan bo'ldi. Shunga alif sahiba ilib qo'shilib kelsa nimaga? Min aslayni, ikki aslidan ko'proq qadaydi. Bir ismga ilib, bir ismga qo'shilsa yoki bir so'zga qo'shilibdi, uning oldida, o ilibning oldida asli harfdan ikkidan ko'proq harf bor ekan. 3 harf, 4 harf, 5 harfdan iborat. Bunda ko'proq harf bo'lsa, u chaqda alifni shartsiz zaid deymiz. Ammo alif qo'shilibdi, ikki dona asli harfga qo'shilib ketdi yoki ikki dona asli harfga qo'shilib kelgan bo'lsa, bu chaqda bu harf zaid bo'lmaslik ehtimolligi bor deymiz. Mesela salim desek, salim. Nima? Salim. Suad desek, Selma desek. Endi alif agar asli ikki harfdan ziyodaroq bo'lsa, u alif cho'qim 3 harf bilan bo'ladi ya 4 harf bilan bo'ladi. Masalan, salim degan ko'rish. Salimda ilib bor. Ilib amma uningdan boshqa salimda asli harfdan 3 harf bor. Suad desek uningda asli harfdan 3 harf bor. Selma desek uningda asli harfdan 3 harf bor. Shunglashqa buningdagi alif zaid bo'ladi. Shaksiz zaid. Ama asli ikki harf qo'shilib qolgan bo'lsa, u chaqda zaid emas. Mesela ilaga o'xshash. Ila desek 5'tiki ilib hamza, onninkidagi lam oxirida alif bor. Mush ilib zaid emas iladagi. Nimishqa? Chunki buningdagi bu ilibdan boshqa aran ikki dona asli harfga hamroh bo'lganligi uchun. Ammo qala ba desakchu, anda o'zi ilib ikki asli harfga hamroh bo'libdi-ku. Qalida qa bilan baga, lamga ba'da ba bilan aynga lam hamroh bo'libdi desak, chunki bu yerdagi ilib asli harf emas, bu al-ibdal min al-asl al-harf. Asli harfdan min harfil aslidan yo'tkalgan bo'lg'achqa bunimi zaid emas deb qaraymiz. Vel ya kaza vel vav illam yaqa'a kama huma fi yu'in ve va'a. Endi ilib zaid ekanligini ko'rib o'tdik. Mesela salimdiki, suaddiki, selmadiki ilib zaidken sa'altumuna hadiki ilib mana mushu. Shundaqla yamu harfi zaid uludu, vami harfi zaid uludu. Agar u ikkisi yu ve a'ga o'xshash bo'lib kelmasa. U ikkisi kelmasa, yu o'xshash bo'lib kelmasa ve a'ga o'xshash bo'lib kelmasa, andin bu zaid uludu. Ama yo'q o'xshashlab kelsa va a'ga o'xshashlab kelsa zaid emas. Ammo bu qanday bo'lsa yo'q o'xshashlab kelgan bo'lsa, qanday bo'lsa va a'ga o'xshab kelgan bo'ldi desak, shu u ishkarib takrorlanib tushmagan bo'lish kerak. Yo'qdiki bu asli zaid emas, yo'qdiki ya va a'diki u zaid emas. Nimishqa? Chunki bu takrorlanib kelganlik uchun. Takrorlanib kelmagan bo'lsa zaid o'tdi. Mesela anda biz qandaqda takrorlanib kelmaganlardan birimiz sayrab. Sayrab desek ya zaid, javhar desek u zaid, buni takror topmaganlik uchun zaid bo'ladi. Ve hakaza hamzun ve mimun sabaqa salasatan ta'siluha tuhaqqiqa. Shundaqla hamzimiz zaiddir ve mimimiz zaiddir. İlgir bo'ldi bu hamza bilan mim 3 harflik ismga ilgir bo'ldi. U 3 harfning asli
uning asli ekanligi tahqiqlangan 3 harfga ilgari bo'lsa. Masalan hamza ve mimni zaid dedik. Bu onun asli ilgirulab kelsa 3 harf ilgirulab kelsa ki o 3 harfning asli o 3 harfning asli ekanligi tahqiqlangan dedik. Masalan kazaka hamzun ahirun ba'da ilib ekstra min harfayn labzuhuma radib deb bundaq bir. Anda olsa biz bekte her bir tepsile misal bilen ko'rgan vaqtimizda kazaka hamzun ve mimun sabaqa tasalasatan ta'siluha tuhaqqiqa degende ko'rganimizda min bilen hem zaid tutu şu asli 3 harften tuzilgan kelimenin evvelide. Hamza bilen mim şunun o'xshash zaid ilgari ulab kelsa hamza bilen mim ilgari ulab kelsa 3 harfga ilgari ulab kelsa yine şu hamzadan keyin asli masalan hamzadan keyin 3 harf bo'lish kerak. U 3 harfning hammasi asli harf bo'lish kerak. Şu hamza bilen mim ilgari ulabdi 3 harf ilgari ulabdi. U 3 harfning asli ekanligi tahqiq qilinibdi. Mesela deyli miskin yoki masna desak masna'atki miskindiki mim zaid bo'ladi. Chunki miskin 3 harfga ilgirlab keldiki mimdan keyin 3 harf bamina sa sin kap nun deybar. Masna desak sad nun aynva. Buningda miskin ve masna'atki mim zaid chunki 3 harfga ilgirlab oldi. Onun için 3 harf geldi, 3 harf asli harf deb tahqiqlangan. Akbarga o'xshash, abdalga o'xshash, bu akbardagi abdaldagi alif zaid ve hamza zaid deb qaraladi. Chunki kabara padala asli harf ekanligi isbotlangan bo'lg'achqa. Shuningga o'xshash zaiddir. Shu alifdan keyin kelgan alifdan keyin sözün ahir olab kelgan hamzanın zaiddir. Eksere min harfeyni labzuha radib. Onun labzi 2 harften köpraqqa agishib kelgan ilifdan keyin sözün ahir olab kelgan hamza olsa, o hamza zaiddir. Deydiki, şu mesela kisa desek, kisa'daki hamza zaid. Nimişki 2 saatki hamzanın zaid deyimiz dese çünkü hamzan ahirun sözünün ahirki hamza ahir qarib bo'lgan hamza dedik. 2 saat ahirki hamza alifdan keyin dedik. 2 saatki alifdan keyin keldi. U alif degan labzi 2 harfdan ko'proqqa 2 harf va undan ko'proqqa agashgan dedik. Masalan eksere min harfeyn kisa desek hamza zaid, rida desek hamza zaid olurdu. Endi sapra nima? Ma kazaka hamzun akhirun ba'da alif ekser min harfeyn labzuha radib. 2 harfdan ko'proq ilib ziyoda bo'lgan bo'lsa o ilib 2 harfdan ko'proq harfga qo'shilib kelgan bo'lsa, o ilibdan keyin kelgan hamza zaid. Ammo o ilib 2 harfdan keyin kelibdi. Kisa o'xshash 2 harfdan keyin kelibdi. Rida o'xshash 2 harfdan keyin kelibdi o ilib. Undan keyin hamza kelgan bo'lsa, bu hamza zaid emas. Yoki o ilib 1 harfdan keyin kelibdi. Undan keyin hamza kelibdi. O hamza zaid emas. Ma'unga o'xshash, da'unga o'xshash. Ma'un, da'unga o'xshash. Mana ma'undaki hamza, da'undaki hamza, kisa'undaki hamza, ridaundaki hamza zaid emas. Nimishqa? Chunki undaki ilib 2 harfdan ko'proq harf, asli harfdan 2 harfdan ko'proqqa yandishib kelmay, 2 harf yandishib keldi yoki 1 harf yandishib kelganligi uchun. Ammo 2 harfdan ko'proq bo'lgan 3 harfga andin yoki
şu töteripke yandışıp kelgen bolsa o vaqtda o hemze zait oludu. Mesela beyda'u desek bunundaki hemze zait. Çünkü alif asli harf bolgan beydundan ibaret 3 harfke yandışıp geldi. İki harftin köpeni şu. Sapra'u desek hemze zait. Çünkü bunun da alif, sin, sad, fa, ra'dan ibaret 3 harftin yanlış geldi. Onun dinkini kelgen hemze, sapra'udaki hemze, beyda'udaki hemze zait dep koyuldu. Şimdi hakaza hamzun mimun sabaka salaseten dedik. Mim ve hamze 3 harfki ilgiri olsun dedik ama mim hamze ilgiri oluş için çokum onunki 3 harf gelsin degen bayan aldığın beytte. Ma'u başka bir beyt mesela İblun desek yani ilip zait emez. Nimiş hamze zait emez deyimiz desek çünkü o ilip 3 harfki ilgiri olanmadı. Ama miskinde zait oldu çünkü 3 harfki ilgiri olganlık için. Mahdundaki mim zait emez çünkü o 3 harfki ilgiri olmay 2 harfki ilgiri olap kalganlık için. Ve nunu fil ahir kel hamze ve fi nahvi gazanfari esaleten kufi. Nun kelimenin ahirida nun hamzega o'xshash zait. Xuddi hamzimi 4-chi harf bo'lib kelgan ilibdan keyin zait bo'lib keldi. Masalan, sapra desak hamza 5 harf bo'lib kelib, baydo desak hamza 5 harf bo'lib kelib, ilib 4-chi harf bo'lib keldi, hamza 5-chi harf bo'lib zait bo'ldi. Hamzaga o'xshash. Nunmi shu 5-chi harf bo'lib yoki shu 6-chi harf bo'lib çokum nunmu zait tutu onun aldıda elif bolsa o elif çokum 3. 4. harf yoki 5. harf buluş gerek. Şu nun hemzge o'xshash kelimenin ahiri zaittir. Gazanfarning o'xshida ve shundaqli nun zaittir. Gazanfarning o'xshida. Yine Gazanfarning o'xshida nunning asli harf bo'lishi cheklandi. Asalatan kufi. Nun'un asli harf buluş çeklendi. Demek kelimenin ahiri nun işgaleti ziyade budu demekçi hazır. Bir kelimenin ahiri nun kelimenin ahiri kelse. O nun'un aldığı elif bolsa Osman, Safvan, İmran desek bunun işede Osman'da elif 4. harf, Safvan'da mı elif 4. harf, İmran'da mı elif 4. harf, nun 5. harf oldu. Demek ilip 3 harften kin geldi, onun nun gelgenikine hemzge o'xshash zait oldu. Yoki o elif 4. 5. harf bulup nun 6. harf bolsun buludu. Mesela zafiran degan o'xshash. Endi Gazanfarning o'xshida o nunning asli harf bo'lishi cheklendi dedik. Endi Gazanfarning o'xshidan maqsad nun 4 harfning o'ttirdi kelsa. Mesela Gazanfar desek nun aldığı işkarı ba, keyni de işkarı ba, 4 harfinin oturdu kipti. 5 işkarı, ayırt işkarı. Mesela aqan qal, qaran pul degan o'xshashlar kelganda mana buni zait deb qaraymiz. Ve ta'u fit ta'nis vel mudara'a nahvu istif'al vel mutawa'a. Muannesning atta fit ta'nis ayollikning ta'si muzaraatdika pil muzari kelganda istab'alaning o'xshashlari kelganda mutavaatning tafa'aladi kelganda zaitdir. Atta fit ta'nis degan Fatimatu, Aishatu degan o'xshash ta'la zait muannesning ta'si zait bo'ladi. Vel muzara'a tezrabu tef'aludaki harfi muzari'atlarning hammasi zait, shuning ichida hammasi kirdi, shuning qatorida harfi muzari'lar hammasi zait, ta'mi shuning qatorida bil zait. Istab'alaning o'xshida ta zait deganimiz istab'ala yastab'iludaki ta zait bo'ladi ve mutava'ning ta'si zait deganimiz tafa'ala yatafa'aludaki tafa'aladagi ta zait bo'ladi.
Şundaqla istaf'alaning o'qishi sinmi zait bo'ladi uni. Istaf'alaning jami 10 harfning ziyoda o'tganligi yuqorida so'zlab bitildi. Al-ha'u waqfan kalima wa lam tara wal lamu fil isharatil mushtahira. Ha ve to'xtagan holatda zaitdir limah o'xshash. Ay saktimu harfi zainin qatoridan bo'ladi. Demakchi, ha to'xtagan holatda zaitdir limah desek limah deke ha zait, lam tarah dege tarah ha zait bo'ladi. Vallamu fil isharatil mushtahira. Lam zaitdir mashhur bo'lgan ishoratda. Masalan zalika deke lam zait, lam urf zait lil ba'd etmiz. Yiroqni ifodalash uchun zaitlar kelganligini. Endi zalikadagi lamni zait deyishimiz bu ismi ishorat uchun kelgan lam emas demakchi. Vamna ziyadatan bila qaydin sabat illam tabayyan hujjatun kahazilat. Siz hech qandaq bir sabit bo'lgan qaydsiz isbotlangan qaydlarsiz ziyodalikni cheklang. Yuqorida biz o'tirib qo'ygan sa'altumuna harflardan boshqa bir harfni yoki bayamqa degan o'rinda ziyoda bo'lgandan boshqa harflarning ziyoda bo'lishini cheklang agar bir hujjat aniq bo'lmasa. Ammo zoid bo'lganligi hujjat bo'lsa, ziyoda bo'lsa bo'ladi, undan boshqa kalimalardimi zoid bo'lsa bo'ladi. Masalan, hazilatga o'xshash. Hazilatda zaid şu hazilatda bir so'zningki zaid kelligini ifodalaymiz. Masalan, hanzalada nunning ziyodaligiga hujjat isbotlanadi. Chunki hazilatul iblu deymiz. Masalan, ta'azzat tuga masalan shu ochiq mevalarni yeganlikdan aziyatlandi degan bo'ladi. Hanzalasi sig'i bir xil mevalarni bildiradi. Şoň açyk mevalarni bildirgechke hazila asli da'landi deganga o'xshash yoki ko'paydi degandek bir ma'noni bildirgechke şoň buningni zaid deymiz. Mana bu tasrif haqida alfi degan kitobimizda tasrif haqidagi sarf haqidagi to'xtalishimiz mushundan oxir shudo navbatdagi faslun fi ziyadatil hamzatil vasli. Hamzatil vaslining ziyoda bo'lishi haqidagi bir fasl bo'ladi. Bu haqda Musannif rahimahulloh mundaq deydi: Lil vasli hamzun sabiqun la yasbutu illa iza tudiya bihi kastasbitu. Wa huwa li fi'lin mazin ihtawa ala aksara min arba'in nahun jala. Wal amru wal masdar minhu wa kadha amru sulasi waqsha wamdi wanfuza. Pismin Musannif deydi ki kalimenin avvalida ilgiri bo'lgan hamza vasli bo'lganlikdan sabit bo'lmaydi. Vasli uchun ilgiri bo'lgan hamza kalimenin avvalida 5 da ilgiri bo'lib kelgan hamza vasli hamzatil vasli deb sabit bo'lmay hamzatil qat'i bo'ladi. İlla hamzatil vasli bo'ldi, uning bilan boshlansa. Uning bilan boshlansa degan gap, uning 5liğini boshqa bir narsa ilgiri bo'lib kelsa, istasbitu deganga o'xshash. Kastasbitu isbotlanlasizlar degan kastasbitu o'xshash. Masalan, istasbitu desak, bu yerda istasbitu degan vaqtimizda hamzatil vasli bo'lib sabit bo'lmaydi, faqat uning bilan so'z boshlansa, uning bilan boshlanganda iza uftidiya sabit oldu. Hamzatil vasli deb sabit oldu. Eğer şunun bilan uning bilan boshlanganda u tashlanmasa andin hamzatil vasli deb qaradi. Shundan boshlanganda u tashlanib ketgan bo'lsa hamzatil vasli bo'lmaydi. Va huwa li fi'li mazin ihtawa ala aksar min 40. U hamzatil vasli fi'l mazi uchun hamzatil vasli mushu 4 harften ko'proq harfni o'lchagan fi'l mazilarda hamzatil vasli var. Ama 3 harfli fi'lda hamzatil vasli yo'q, mazi shaklda. 3 harfli fi'l mazida, 4 harfli fi'l mazida hamzatil vasli yo'q, ama 4 harften ko'proq harfni o'lchagan fi'l mazida hamzatil vasli var. 5 harf ifta'ala, infa'alaga o'xshash, 6 harfli istaf'ala, yastaf'ilga o'xshash ma'noda
hamzatul vasli va injalaga o'xshash. Vel emr vel masdar shundaqla bu shu 4-5 harf ve 6 harflik fillarning emri ve masdarlaridan harf bu shu hamzatul vasli ba. Shundaq o'xshash 3 harflik fillarning emrisimi dema hamzatul vasli va opil ixsha vamdi van puzaga o'xshash bo'lsa, deganimiz harfi muzaratga yondashgan harf her sakin bo'lgan bo'lsa hamzatul vasli va. Amma harfi emr elishdan oldiki qarasak, emr olganda fil muzaridan adimiz fil muzariga yondashgan harf sakinlik harf bo'lsa hamzatul vasli bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, ixshadagi hamzatul vasli, vamzidagi hamzatul vasli, van puzariki hamzatul vasli bo'ladi. Chunki bu asli yaxsha, yamdi, yanpudu deganga o'xshash edi. Ve pismistin ibnu min sumi'a ve snayni ve mri'in ve ta'nisun tabi'a ve yumunu hamzu al kaza ve yubdalu maddan fil istifhame ev yusahhalu. Hamdi hamzatul vasli bo'lgan hamzaning hamzatul vasli anglandı. İsminda, istinda, ibninda, ibnetunda, nima? İsmin, istun, ibnun, ibnemun, ibnumun, isnayni, imruun ve ta'nisin tabi ve ergeçken muannisi de. Ergeçken muannisi qası ibnun, ibnetun, isnayni, isneteyn, imraun, imraatundan ibaret. Un ve aymun ve şunu o'xshash iliplamning hamzisi, mushlarning hammasi hamzatul vasli bo'ladi. 10 dani ismdan 10 dani ismda hamzatul vasli bo'ladi. Ve yubdalu maddan fil istifham ev yusahhalu. O hamzatul vasli hamzatul vasli istifhamdan kin kelganda madga almashtiriladi. Masalan, el masjid desek el masjidki hamzatul vasli olsa istifham kelse el masjid mufradul masajid degandek. El masjid mufradul masajid. Masjid masajidning birligi mo deganda ashada hamzatul vasli istifhamdan kin ketdi, hamzatul vasli ashada madga o'zgartirilgan deymiz. Shunga u şu istifham bilan birlikda mat o'zgartiriladi. Masalan, al-bihar deb kelganga o'xshash. Mana bu hamzatul vaslininki ziyoda bo'lib kelishi hamzatul vasli haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsimiz al-ibdal haqida bo'ladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.